Arzon narxdagi hovli so'raganlar uchun yana obyektlarimiz chiqyapti. Bektemir postgagidan taxminan 3 km o'tganda mana shunaqa 3 ta yonma-yon hovli qurilgan. Uje bittasi sotib bo'linibdi, 2 dona qolgan. Mana shuni bittasini sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu uylarimizni har bittasi 1,5 sotuda maydonga tushgan. Har bittasida 5 ta xona qilingan. Anaqa mebellari, texnikalari qilingan oshxonasida. Xo'p, bu tarafda ko'rayotganingizda asosiy kirish eshigi, bu yerda bemalol bitta katta mashina sig'dirsa bo'ladi. Tashqarida sanuzil qilingan. Bu yerda bitta zelenoy zona. Mana binoimizning ko'rinishi. Endi bismillah deb shu uy ichiga kiramiz. 1,5 sotuga juda ham chiroyli proyekt qilinibdi. Menga yoqdi. Agar sizlarga ham yoqsa, like bosib, kommentarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Kirishimiz bilan o'ng tarafda bizning bitta oshxona mana kutyapti. Oshxonaning kattaligi, bu tarafga stol qilinadigan bo'lsa, shu yerda ovqatlanadigan joy bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, birinchi qavat uchun bitta общий sanuzil anchagina keng ko'rayotganingizda, bu tarafda birinchi qavatda bitta katta zal qilingan. Orqa tarafda joy tashab ketilgan havo aylantirish, yorug'lik tushirish uchun. Bu uyimizda podvalimiz yo'q. Endi hozir ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanda mana chap tarafdan sizlarga ko'rsataman. Chap tarafdagi birinchi xona bu mana shunaqa spalnya bo'lyapti. Ichida o'zini alohida mana shunaqa sanuzili bor. Bu tarafda ham yana bitta xuddi shunaqa razmerdagi spalnya. Buni ichida sanuzili yo'q. İkinci qavat uchun bitta общий sanuzil qilingan bu yerga. Hamma sharoitlari bor. Bu tarafda yana bitta spalnya. Ikkinchi qavatdagi oxirgi 4-xonamiz. Bu yana mana shunaqa xona bo'lyapti. Buni o'zini ichida alohida sanuzili bor. Shuni ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'lyapti. Birinchi qavatdagi zal bilan hisoblaganda umumiy 5 ta xona bo'lyapti bu uyimizda. Agar kimga qiziq bo'lsa, narxini opsiyaga yozib opsiyada emas, bir to'la aytib o'ta qolamiz videoda. 107 ming deyilyapti. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qo'yishinglar bo'ladi. Telefon nomerlarimiz bo'lsa opsiyada bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, agar bu uy yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qoldirish esingizdan chiqmasin, kanalimizga obuna bo'lib qo'yarsizlar. Xayr, sog' bo'ling.